ikkita bolajoningiz bo'lmaganda? Birinchi homiladorligi bu? Uchinchi. Bo'lmay qolgan bolajonlar, значит. Так, oyisi. Sizga yaxshi xabar. Homiladorsiz. Ikkita vkdish bo'lgan ekan bizda. Va hozir sizda egizaklar. Ikkita bolajoningiz bor Moskvada. Joylashishini qarang bularni, yo'lma-yo'l. Qarang, chiroyli bo'lib joylashgan. Allohim mehribon ko'rasizmi? Ikkitasi vkdish bo'lgan, qancha siqilgan oyisi. Mana endi egiz. Ko'rsangiz. Umri bilan bergan bo'lsa ilohim. Bularni eson-omon qo'lingizga olib oling. Bu safar puxta bo'ling. Analizlaringizni vaqtida topshirib, kerakli lecheniyalarni olib turing, чтобы bolajonlarim egizlarni ko'tarib yurish oson emas. O'ziga yarasha nagruzkasi kuchli bo'ladi buni. Bitta ko'tarish bilan solishtira olmaysizmi? Так что tabriklayman. O'zim ham sevaman egizlarni.